bolalar to'rga chiqib ketdi. Mayli bicho bolalar, yana bitta ochib ko'raman sizlar uchun. Voy, bolalar, voy. Assalomu alaykum bolalar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchashlar yo'qmi? Bolalar, bugun biza Bulldropga kirib, ozgincha yuzi chiqarib, yangi kelgan Bugatti'ni ochib ko'ramiz. Sizlardan bitta like va obuna bolalar. Eng chiroyli kommentariyaga har doimgidek bolalar 360 UC beraman, bilasizlar. Shuning uchun like, obuna, bitta kommentariya bosasizlar, qiyin joyi yo'q, u bu joylari sinib qolmaydi. Qani go bo'lmasa. Tak, bolalar qaranglar. Biza birinchi qiladigan ishimiz Bulldropga kirishimiz uchun bizga Google oddiy bitta internet kerak. Bu Bulldrop ilova emas yoki biron xil programma emas. Oddiy bitta sayt. Xo'p, biza nima qilamiz birinchi bo'lib? Birinchi bo'lib biza Google ga kiramiz. Google ga kirganimizdan keyin yozamiz. Bu qaranglar. bulldrop.vip deb yozasizlar va poiskni bosasizlar. Sizlarni Bulldropni o'zini saytiga kirgizadi. Bu sayt nima bo'ladi? Boshidan tushuntiraman. Bu saytda kam summa bilan katta UC chiqarib olsa bo'ladi. Qanaqa qilib deysizlarmi? Men sizlarga yozib bitta boshidan tushuntiraman. Qaranglar. Birinchi qiladigan ishimiz Bulldrop o'ynash uchun sizlar akkaunt registratsiya qilishinglar kerak. Akkaunt registratsiya qilish uchun eng oson yo'li bu o'zingizda bo'lgan Google akkaunt. Google akkaunt orqali juda tez registratsiya qilsa bo'ladi. Registratsiya qilgandan keyin xuddi mandagi profil sizlarda paydo bo'ladi. Endi qaranglar. Nima qilamiz birinchi bo'lib profil ochilgandan keyin sizlarning shaxsiy kabinetlaringiz paydo bo'ladi va promokod bo'limi paydo bo'ladi va yordam paydo bo'ladi. Yordam bu sizlar pul tashlaganlaringizda pullaringiz tushmay qolsa yo u savollaringiz bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Tak. Balansni to'ldirish bor. Men sizlarga o'zbekcha qilib ko'rsataman. Qaranglar. O'zbekchaga kiramiz. Hisobni to'ldirish. Hisobni to'ldirishni bosamiz. Qaranglar. Hisobni to'ldirishni bosgandan keyin eng kam summa bu 1,5 ming so'm bilan to'ldirasizlar. 1,5 ming so'm bilan juda arzon. Mana endi qaranglar, coinlar 1,5 ming so'mga 10 coin beradi. 10 coinga case ochsa bo'ladi. Eng arzon case bor, bu yerda 7 ta case bor. Xo'p, qaranglar. Masalan, sizlar kartalaringiz orqali 30 ming so'm to'ldirmoqchisizlar. 3 ming, 30 ming. Mana 205 coin bilan o'ynamoqchisizlar. Hisobni to'ldirishni bosamiz. Hisobni to'ldirishni bosgandan keyin sizlar klik ilovasi orqali xohlasanglar nomer, xohlasanglar bank karta orqali to'ldirasizlar. Bank kartalaringizni yozasizlar, yilini yozasizlar, shu srok действиясini. Yilini yozganlaringizdan keyin bemalol sizlar balanslaringizga pul tushirasizlar. Pul tushirgandan keyin coin bo'lib tushadi. Pul emas, coin bo'ladi. Mana menda hozir qaranglar, men boyaman balansimni to'ldirdim. Balansimni UC da hisoblab beraman. Qaranglar. Ruscha qilaman, mana rus tilini qilaman. UC chiqarishni bosaman, balansimni ko'rsaman. 515 mani coinim bor. Bu UC da 325 UC. Men 75 ming so'm bilan to'ldirdim. Endi qaranglar, 75 ming so'm bilan men qancha UC chiqarib bilaman. Hozir kimgadir qiziq bo'lsa, bitta like bosib o'tib ketinglar, kibr bo'lmasdan. Xo'p, endi qaranglar, 75 ming so'm bilan qancha qilib chiqara olamiz? Birinchi tushuntiraman. Sizlar balans to'ldirishni bosinglar. Balans to'ldirishni bosgandan keyin kartalaringiz bo'lmasa agar ko'chadan to'ldirmoqchisizlar, ko'chadan to'ldirsa bo'ladi. Lekin 30 ming so'm bilan boshlanadi. Chunki bu ko'chadan to'ldirish shunaqa bu yerda qo'yilgan, limiti qo'yilgan ekan. Agar ko'chadan 30 ming so'mga to'ldirmoqchi bo'lsanglar, prosta ko'kni bosasizlar. Chekni olinglar deydi. Chekni rasmga olinglar deydi. Продолжить qilamiz, davom etish qilamiz. Davom etish qilganimizdan keyin bizga aytadi: Humo, Uzcard yoki Visa yoki Mastercard bilan to'ldirib bilasizlar. Masalan, men Humoga to'ldirmoqchiman. Humoni bosaman, menga karta beradi. Karta bergandan keyin men 30 ming so'm tashiyman, pulni o'tkazimni bosaman, pulni o'tkazim bosgandan keyin chekni rasmga olaman. Pul 1 minut davomida yokida 10 minutning ichida tushadi. Agar tushmay qolsa, men aytganimdek qaytasizlar, o'ng qo'l profilni bosasizlar, yordamni bosasizlar. Yordamni bosgandan keyin sizlar u yerda administrator bilan gaplashasizlar. Cheklaringizni tashiysizlar, administrator ko'radi, srazu javob beradi sizlarga. Tushundingizlar? Lekin unaqa ko'p kutmaysizlar, srazu pul tushadi. Pul tushgandan keyin nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz bolalar bizani 75 ming so'mga 325 UC biza to'ldirgan biza. 325 UC bilan biza bugun kattaroq UC chiqarib, PUBG Mobile ga UC tushirib, open case qilamiz. Endi qaranglar, 515 coin bor. Bu yerda har xil case'lar bor. Qaranglar, har xil case'lar bor. Bu
Bu case'larni ochish uchun bizga coin kerak. Bizning coinimiz kamroq. Biz coin ochamiz, case ochamiz. Kichkina case'dan bo'lsin. Masalan, mana qaranglar. Bitta ochish 32 ekan, ko'ryapsizlarmi? Masalan, shuni bosaman. 10 taligi 320 ekan. Endi qaranglar. Sizlar balanslaringizga pul tashlatsizlar, lekin hech qanaqa bonus bermadi. Men sizlarga o'rgataman. Yangisi bu. 10 qo'lga case ochishdan oldin 10 qo'lda promokod degan joy bor. Promokod joyini bosasizlar, katta harf bilan Suyetda VIP deb yozasizlar, sizlarga xuddi mana shunaqa menyu chiqadida 20% to'ldirgan balanslaringiz uchun bonus beradi. Bu meni nomimdan sizlar uchun bu bonus. Meni shaxsiy nikimdan sizlarga bu bonus 20% bo'ldi, 20%. Xo'p, buni ko'kni bosasizlar, qaranglar. Hozir 320 ga 10 ta ochsam, menda 200 coin qoladi keyin. Menga bu zarar yoki foyda beradi, men bilmayman. Hozir men 10 talik sizlarni ko'z oldilaringizda propusk bilan ochaman bolalar. Qaranglar, 320 ga propusk bilan 10 talik ochaman. Menga bu ko'rganlaringizdek 60 zarar berdi. 60 emas, 50 rovna zarar berdi. Buni sotaman. Balansim 467 qoldi. Qaranglar. Men yana 10 talik propusk bilan ochaman. Xo'p, balansim 167. Bu tushirdi yana bizani. Qaranglar, endi meni balansim 314 ga tushdi. Men 10 talik ocha olmayman. Shu case'ni o'zidan chiqmay turib 5 talik ochishga harakat qilaman. 5 talik ochaman, 262. Meni balansim 416 ga ko'tarildi. Endi yana 10 talik ochamiz propusk bilan 960. Balansim meni 1000 bo'ldi. Xo'p, xuddi shunday yana bitta 10 talik propusk bilan ochamiz, 265. Bu tushirdi. Yana bitta 10 talik ochamiz, 655. Bu 300 kam minus qilmasdan 300 foyda berdi. Bizning balansimiz 1338. Qaranglar, yana bitta 10 talik ochib ko'ramiz. 496. Bu ham 300 ga yo'q, 200 ga yaqin foyda bu. Balansimiz 1514 bo'ldi bolalar. Ko'ryapsizlar, balansimiz 1514. Endi bu case'dan chiqamiz. Sal qimmatroq case'larni tanlaymiz bolalar. Masalan, kelinglar sizlar uchun mana archa case'ini ochib ko'ramiz. 5 talik ochib bilamizmi? 5 talik propusk bilan 1495 ga ochamiz. O'zi bizning balansimiz 1500. Buni ochish 1495. Bu foyda yoki zarar beradi, men bilmayman bolalar. Ko'z oldilaringizda 5 talik ochaman. 646. Bu bizani 1000 ga tushirib yubordi. Balansimiz 3 ta 6 bo'ldi. Balansimiz yana tushdi. Nima qilamiz? Arzonroq case topamiz. Yana qanaqa arzonroq case'lar bor? Qaranglar. Tak, bizda mana mushuk case bor ekan. 10 ta ochish 270. Davay 10 talik ochib ko'ramiz. 199. Bu zarar. Yana bitta 10 talik. 391. Bu foyda. Yana bitta 10 talik ochib ko'ramiz. 359. Bu foyda. Yana bitta 10 talik ochib ko'ramiz. 384. Bu ham foyda. Xo'p, yana bitta 10 talik ochib ko'ramiz. 400. Bizning balansimiz 1000 bo'ldi. Balansimizni yana ozgincha ko'taramiz. 10 talik 417. Bu ham foyda. Yana bitta 10 talik 248. Bu ozgincha zarar. Yana bitta 10 talik 471. Bu foyda. Balansimiz 1378. Xo'p, bu case'dan chiqamiz. Pastroqqa tushamiz. 5 talik bironta case ochib ko'ramiz bolalar. Qani 5 talik bironta case ochib ko'ramiz. Masalan, mana bu case, Aliviy case'ini ochib ko'ramiz. 5 taligi qancha? 1245 ekan. Shu case'ni 5 talik ochib ko'ramiz. Bu zarar yoki foyda men bilmayman. 5 talik propusk bilan 1289. Bu foyda emas, zarar emas, bir xil turibdi. Xo'p, yana bitta 5 talik propusk bilan ochib ko'ramiz. 1823. Menga qimmat mifik tushdi, ko'ryapsizlarmi? Wow! Menga juda qimmat mifik tushdi. Xo'p, buni sotamiz. Balansimiz 2000 bo'ldi. Xo'p, yana bitta 5 talik ochib ko'raylik, foyda beradimi? Voy, ikkita mifik. Buni qaranglar, 1.5 ga mifik tushdi. 958 ga mifik tushdi. Buni sotamiz. Qaranglar. Balansimiz 3560. Kelinglar balansimizni UC da tekshiramiz. Biza arzon UC da boshladik. Bu meni lichik kabinetim tushirgan narsalarim. Xo'p, biza endi UC da hisoblaymiz. Qaranglar. 3560 2520 UC. Mana hozirgi balansimiz 2520 UC. Biza sizlar bilan qancha 300 qanchadir UC ga boshlagandik, agar esimdan chiqmagan bo'lsa. Xo'p, qaranglar. 3600 bor. Bironta qimmatroq case'ni 10 talik ochib ko'ramiz. Masalan, mana shu case, boyagi case'ni 10 talik propusk bilan ochib ko'ramiz. Voy, bolalar, buni qaranglar. Ultimate tushdi, 3000 lik. 958 ga sot tushdi. 1.5 ga kiyim tushyapti va 216 ga bu mifik arzon. Balansimizni 6700 ga sotsak bo'la, qaranglar. Bizning balansimiz 7862 bolalar. Bizning balansimiz juda ko'tarildi. Xo'p, balansimiz 7800. Eslatib o'taman. Case ochayotgan paytlaringiz Suyetda VIP promokodini tering bolalar.
Chunki sizlarga case ochayotgan paytlaringiz, pul tashlagan paytlaringiz ham 20% bonus beradi. Shaxsan o'zimning nomimdan. Eslaringizdan chiqmasin bolalar. Like, podpiska ham esdan chiqmasin, kibr bo'lmanglar. Xo'p, hozir balansimiz 7800. Men qimmatroq case ochmoqchiman. Masalan, BMW ochib ko'ramiz. Bu yerda moshinli caselar ham bor. Qaranglar, Mercedes, BMW ochib ko'ramiz. 5 talik propusk bilan ochib ko'ramiz. Voy, 8961 bizga ultimate tushyapti. 8000 lik bolalar, qaranglar. Voy. Ko'ryapsizlarmi bolalar, jinni bo'lib qolishi mumkin bor-ku. Buni sotamiz. Balansimiz 12239. UC'da qiziqmi necha UC bo'lishi? UC'da hisoblaymiz. Qani? UC'da 12939 ni uramiz. UC'da 10345 UC bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi bolalar? 10345 UC. Ko'ryapsizlarmi? 10345 UC. Xo'p, endi qaranglar. Biza qaytib case bo'limiga o'tamiz. Qaytib case bo'limiga o'tgandan keyin bolalar, hozir bizning balansimiz 12000, to'g'rimi? Balansimizni yana ko'tarmoqchiman. Davaychi sizlar bilan risk qilib o'ynaymiz, tushib ketsa ham mayli. Metro Royal case'larini eng qimmatini 10 taligini ochamiz. 7900 ga. 10 talik propusk bilan 4779, bu 3000 zarar berdi bizga. Xo'p, biz yana 10 talik ochib ko'ramiz. 7577, bu zarar emas, foyda ham emas. Yana bitta ochib ko'ramiz. 2419, bu bizani zararga kirgizdi. Balansimiz 3700. Metro Royal case'iga tushamiz qaytib. Arzonlari bor, qaranglar. Metro Royalga bonusiga pulimiz yetmay qolyapti endi. Bunusini ochib ko'ramiz. Mana bu arzonrog'ini 5 talikka ochib ko'ramiz propusk bilan. 4229. Yaxshi. Yana bitta 5 talik ochib ko'ramiz. 3632. 10 talik ochib bilaman? Yo'q, 10 talikka pulimiz yo'q, faqat 5 talik ochib ko'ramiz yana. 3423. Endi 10 talik ochib bilaman. 10 talik propusk bilan 4748. Ozgincha tushirdi. 5 talik ochib ko'ramiz. 3120 bolalar, balansimiz 5000 bo'ldi. Yana bitta 5 talik 3781, balansimiz 5700 bo'ldi. Bolalar, ko'ryapsizmi? Yana bitta 5 talik ochib ko'ramiz. 9251 bolalar, qaranglar, 2000 lik qanaqadir kartamni tushunmayman bu Metro Royalniki. 1000 ga mana bu armor, bu shlem bo'lishi kerak. Qaranglar, ultimate famas tushyapti. Bu Metro Royalniki, buni sotamiz. Balansimiz yana qaytib 11969 bo'ldi. Shu case'ni o'zini 10 talik ochib ko'raman. 1700 tushirib yordi yana. Yana bitta 10 talik ochaman. 3881 yana tushirdi. Ko'rdingizmi? Bir ko'tarib bir tushirdi. Shu case'ni 5 talik ochaman. 7819. Balansim meni 9000 bo'ldi yana. Shu case'ni yana bitta 10 talik ochib ko'raman. 4800 ja zarar bermadi. Balansimiz 8000 bo'lib qoldi. Xo'p, endi balansimiz yana ko'tarib ko'ramiz. Biz BMW ochdik, endi Mercedes ochib ko'ramiz. Lekin Mercedes 5 talik emas, 10 talik propusk bilan ochamiz. 2000 Mercedes bizni tushirib yordi. 5 talik Mercedes ochib ko'ramiz. 3800. Yana bitta Mercedes ochib ko'ramiz. 1500. Bizning balansimiz 2700 qoldi. Biz Mercedesning 4 taligini ochib ko'ramiz. 3100. Balansimiz 3200 bo'ldi. 5 talik ocha olmaymiz. 4 talik yana bitta Mercedes ochib ko'ramiz. 5346. Yaxshi, balansimiz 5900. 5 talik Mercedes ochib ko'ramiz. 5000. Ana endi biz 10 talik yana Mercedes ochib ko'ramiz. 2398. Yana tushirib yordi bizani. Mayli. 5 talik propusk Mercedes 1782. Balansimizni qaranglar bolalar, 1800 ga tushib ketdi balansimiz. Xo'p, balansimizni yana ko'tarishga harakat qilamiz. 5 talik propusk bilan ochib ko'ramiz. 2000. Voy, yaxshi. 2600 bo'ldi balansimiz. 10 talik propusk 3100. Yaxshi. Yana bitta 10 talik propusk 5000 bolalar. Voy, xo'p. Yana bitta 10 talik 1800. Bu 600 foyda zarar bo'ldi. Yana bitta 10 talik 4200 ultimate tushdi, ko'rdingizlar. Xo'p, 10 talik yana bitta ochib ko'ramiz. 1000 bo'lib qoldi. Balansimiz 5600. Yana bitta ochib ko'raylik 10 talik 1800. Xo'p, yana bitta ochib ko'raman sizlar uchun. 4742. Bu foyda, balansimiz yana 7000 ga ko'tarildi. Xo'p, biz yana ko'tarmoqchimiz. Davaychi yana BMW ochib ko'ramiz. Sizlar bilan BMW case'ini ochib ko'ramiz. 5 talik propusk bilan. Voy, 5000. Balansimiz 8000. 10 talik ochib ko'raylik BMW. 9000. Voy! Voy, endi ochsam tushiradimi? Yo'q, uncha tushirgani yo'q. Balansimiz 8300. Xo'p, yana bitta 10 talik ochib ko'raylik. Voy, 13000. Bolalar, qaranglar, bolalar. BMWdagi ultimate'lar orasida eng qimmati tushdi. Bu yerda eng qimmat mashinam bor. Qaranglar, 10000 lik ultimate tushyapti. 891 lik Mifik tushyapti va 1100 lik
mototsikl tushyapti. Buni sotamiz, balansimiz 14338 bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Balansimiz bizni 14338 bo'ldi. Men sizlar uchun qimmat keys ochib ko'raman. Juda qimmat. Bitta ochishini o'zi 5000. Qaranglar, bu yerda nimalar bor? Faraon bor 250, X-Suit kostyum Jokernikimi o'shana bor. Warren bor, Ultimate'lar 1 galam va 120 mm motion bor. 95 mm motion, 34 mm motion, 13 mm ana u X kostyum bor. Nima edi bu? Lavinami o'sha bor. Xo'p, sizlar bilan bitta base propusk ochib ko'ramiz. Ana nima tushish ekan? Bizga foyda beradimi, bu zararmi? Bu zarar beradi bizga. Lekin biz yana ochib bilamiz. Xo'p. Bu qancha? 1000 ekan, balansimiz 10000. Yana bitta ochib ko'ramiz. Qani nima berar ekan bizga? Voy, bolla yana 10000 lik tushyapti. Bizning balansimiz bolla, balansimizni qaranglar. 15000 bo'ldi. Yana bitta ochamiz. Ketdik bolla. Yana bitta ochamiz va voy, mana bu mashinga tushgandami? 120 mili bizni sразу yuzini olib chiqib ketardik. 2000 lik kostyum tushdi. Xo'p, yana bitta ochib ko'ramiz. Qani nima berar ekan bizga? Xo'p, 6 mili mashin bo'lishi kerak bu. 6 mili mashin. Menimcha shunaqa. Ha, 6 mili mashin. Yana bitta ochib ko'ramiz. Voy, yana 10 mili tushdimi? Yana 10 mili tushdi. Bolalar, balansimiz 18000 bo'ldi. Sotamiz. Xo'p, qaranglar. Yana bitta ochib ko'ramiz sizlar uchun. Voy, mana bu mashinga tushganda bormi? Voy, mazza qilardim. Xo'p, necha pul? 4200. Uncha zarar emas. Yana bitta ochib ko'ramiz sizlar uchun. Qani nima berar ekan? Mana bunga tushsa bu arzon bo'lishi mumkin. Tak, bu 5200 arzon emas, bir xil ekan. Yana bitta ochib ko'ramiz sizlar uchun. Bu zarar. 3000 bu. 2000 zarar ko'rdik. Xo'p, buni sotamiz. Yana bitta ochib ko'ramiz. Qani nima berar ekan? Voy, yana 5000 tushdi. Yaxshi, ko'p zarar bermadi. 5000 qaytib tushdi bizga. Yana bitta ochib ko'ramiz. Bu boyagimi 4000 necha yuzlik mashinda, короче, 4200 lik mashin. Yana bitta ochib ko'ramiz sizlar uchun. Voy! Bu qancha bu? 4600 ekan bu. Xo'p, buni sotamiz. Balansimiz 15000. Yana bitta ochib ko'ramiz. Qani. Voy, mana bu X kostyumga kelmaydimi? Xo'p, 4000 bu. Yana bitta ochib ko'ramiz. Qani nima berar ekan bizga bugun bir qiziqroq narsa? Yo'q, bermadi. Yana arzon narsa tushdi. Mayli, buni sotamiz. Yana ketdik bolalar. Qani. Yo'q. Bu arzonmi bu? Yo'q, qimmatmi bu? Bu 5000 mi deymi? Yo'q, arzon ekan bu. Yana bitta ochamiz. Qani. Voy, 3000 lik tushdi. Xo'p, biz yana bitta ochib bilamiz. Oxirgisi bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Ketdik, yana bitta ochamiz sizlar bilan. Bizga foyda yoki zarar ko'ramiz bolalar. Bu tak, bu 5000 lik bir xil ushladi, mayli. Yana bitta ochib ko'ramiz sizlar bilan. Yo'q, bu zarar lekin. Mana bu aniq zarar. Chunki bu 3000. Bizning balansimiz 1300. Bizning balansimiz 4300 bo'ldi. Biz ocha olmaymiz. Bor balansimiz tushdi. Lekin biza baribir foydada. Biza chunki вообще arzon pul bilan kirgan biza. Xo'p, 4300 bor. Sizlar bilan давайте sizlar bilan Metro Rail ochib ko'ramiz. Yana mana qimmatini ochib ko'ramiz. 5 talik propusk bilan. 3400. Ochib bilaman 5 talik. Yo'q, 4 talik ochib bilan ekanim. 2000 tushirib yubordi balansimizni. 3 talik ochib ko'ramiz. 3300. Hop. 4 talik ochib ko'ramiz. 857 balansimizni tushirib yubordi. Biz yana ko'tarishimiz kerak. O'sha keysimizga qaytib ko'raylikchi. Qani bizga foyda beradimi? 1500. Hop. Yana bitta ochib ko'ramiz. 743 tushirib yubordi. 4 talik ochamiz. 1900. Voy, yaxshi. 5 talik ochamiz. 1126. Yana bitta 5 talik ochib ko'ramiz. 994 bolalar. Yana bitta 5 talik ochamiz. 2000. Balansimiz 2468. Xo'p, yana bitta 5 talik ochib ko'ramiz. 1400. Endi 10 talik ochib ko'ramiz shu keysni. 1615. Voy, tushirib yubordi. Yana bitta 5 talik. 1218. Hop, yana bitta 5 talik. 2500. Yaxshi. 10 talik propusk bilan qani? Voy, yaxshi, 4000 tushyapti. Hop, yana bitta 10 talik. 1938. Yana bitta 10 talik. 2800. Yaxshi. Yana bitta 10 talik. 1500. Biz ochib bilamiz 10 talik yana ochamiz yana. 2289. Biz yana 10 talik ochib bilamiz.
Yana bitta o'ntalik ochamiz 3394. Yaxshi. Yana bitta o'ntalik ochamiz 1749. Oxirgisi bo'lishi mumkin bu. Yo'q, oxirgisi bo'lmadi. Yaxshi, 3000. Yana bitta o'ntalik 4000. Voy, balansim qaranglar 5,5. Yana bitta o'ntalik 2760. Yana bitta o'ntalik 3981. Yaxshi. Yana bitta o'ntalik 1313. Xo'p, bo'ldi. Yana bitta o'ntalik ochib ko'ramiz. 1595. Yana bitta o'ntalik 4784. Balansimiz 7600 bo'ldi. Chiqamiz bu keysan. Balansimizni ko'tarib oldik. Xo'p. Nima ochamiz endi, bolalar? Qaranglar. Nima qimmatroq keys bor? Men uchun mana shu keys yaxshi. Bu arzon-da bular. Mana bu keys, BMW bor. Давайте BMW ochib ko'ramiz yana. 5 talik propusk. 4600. Voy, yaxshi. 10 talik BMW ochib ko'raylik. 4400. Bu chiroyli. 5 talik BMW 2100. Bu ham chiroyli. 4 talik BMW 2100. Bu ham chiroyli. Voy. Hop, 3 talik ocha olmaymiz. Balansimiz chunki 2300 bo'ldi. Boshqa keys ochib ko'ramiz. Mayli. Qani edi? To'xtaylik, qaytib ruscha qilaylik, angliskiy, keyin ruscha qilaylik. Mana buni ochib ko'raylik. 5 talik ochib bilamiz. Qani? 1500. 5 talik ochib bilmaymiz. 4 talik ochib ko'ramiz. Voy, 5800. 10 taligicha? Voy, 5000. Balansimiz yana 7000 bo'ldi. Bolalar, mana bu. Qani edi mana bu keys? Mana bu keysga zo'r ekan. Xo'p, dalcha ochib ko'ramiz yana. Tak bolalar. Davay Mercedes sizlar uchun Mercedes 10 talik. Voy bolalar. Voy. 27 milli motion tushyapti. 25 milli motion tushyapti. Voy bolalar. Voy. 27988 Mercedes berdi bolalar. Jinni bo'lib qolsa bo'ladi. Buni sotamiz. Ana endi biz buni sotamizda 20000 yuzi chiqarib olib PUBG ga kiramiz. Tayyor turinglar. Biz buni sotamiz. Qaranglar, bizni sotdik biz. Endi biz 20000 yuzi chiqaramiz bolalar. Ko'p kerak emas, olib qo'yaman chunki balansimni. 20000 yuzi qancha bo'ladi? UC'da coin'da qancha bo'ladi? 20 yo'q. 25 bo'lmadi. Bo'ldi-ku. Mana to'g'ri bo'ldi-ku, to'g'rimi mana? 20375. Yaxshi. Buni chiqara olamizmi bo'lmasa? 20375 chiqaramiz. Mana biz chiqarishga qo'ydik. Endi bolalar PUBG ga kiramiz. Xo'p, keys buldropni shunday tugatamiz. Chunki biz juda katta yuzi chiqara oldik bolalar. Qolgan balansimni men boshqa kun o'ynashim mumkin. Balansim 3,5 qoldi. UC'da qancha qoldi? Qaranglar. UC'da 3530, to'xtaylar, 3536, UC'da bu 2,5 UC qolibdi. Yana ko'ryapsizlarmi? Men 2,5 UC'ni yana o'ynamoqchiman. Keyinroq o'ynayman. Xo'p, eslatib o'taman, agar sizlar ham o'ynamoqchi bo'lsanglar, men kommentariyada, opisiyanada shunday silka qoldiraman. Bemalol kirib, silka orqali shunday kirasizlarda, pul tashiyotgan paytlaringiz Suita VIP promokodini shunday terasizlar, bolalar, sizlarga 20% bonus beradi. Ko'rdingizlar, men o'zimning promokodim menga aktiv bo'lgan, men uni bosmadim chunki menda bor u promokod kiritilgan. Men o'zimning promokodim bilan shuncha hozir UC chiqarib olayapman bolalar. Ana endi men hozir chiqargan UC'imni men PUBG Mobile ga kirib open case qilaman. Sizlar uchun buni ham video davomida ko'rasizlar. Bitta like va bitta podpiska go bolalar. Qani ketdik, kibr bo'lmasdan. Endi PUBG ga kirdik va uje biza UC'ni tashab oldik bolalar. Bulldropdan chiqargan UC'mizni tashab oldik. 18446 chunki men hozir birikta narsa o'zimga olib qo'ygandim. 20000 UC tashadim. Ana endi Bugatti ochib ko'ramiz. Qaranglar bolalar. Menda Bugatti ko'targanman ozgina, ko'rishinglar mumkin ozgina. Tak. Xo'p. Bizani Bugatti 5-darajada ekan. Chunki men bundan oldin ko'targandim 5-darajada. Hozir sizlar bilan bitta Bugatti tushirishga harakat qilamiz. Tayyor turinglar, hozir bitta Bugatti tushirib ko'ramiz. Qani, omadimiz qanaqa ekan bizani bolalar. Xo'p, sizlardan bitta like va podpiska aytib o'tib ketaman. Bu safar men videomga endi aytaman. 5 ta, men ko'ringlar barmog'imni. 5 ta eng chiroyli kommentga 360 UC dan tashab beraman. Prosta shunday sizlar chiroyli komment yozasizlar, bitta like, bitta obuna bo'lasizlar. Keyingi videoga yoki Telegram kanalimda men g'oliblarni shunday aniqlayman. Lichkasiga o'zim yozaman. Lichkasiga o'zim yozib, o'zim shaxsan o'zim UC tashab beraman. Bulldropdan chiqaraman bu UC'ni.
Prosta bitta like va obuna bosib qo'yinglar. Bizlar bo'lmasa Bugatti ochishga ketdik bolalar. Xo'p, 2470 UC bitta ochish bo'lyapti, chunki bizlar 5-darajada bizlar bolalar. Mayli, sizlar uchun bitta ochib ko'raman. Nima bo'lar ekan? Qani ketdik bolalar. Oy, Bugatti tushdi bolalar. Ko'rdingizlarmi? Men 5-darajada edim. Men 5-darajada edim. E'tibor bersanglar, men 5-darajada edim bolalar. 2x ko'payib ketdi. Bu deganiki men Bugattini olaman bolalar. Men bunday qilaman. Bugatti jetonini o'z qo'limga olaman bolalar. Xo'p, bu yerda bo'lmasa 34 qaranglar, 34.07 turibdi. Давайте biz yana ochib ko'ramiz bolalar. Sizlar uchun yana ochib ko'ramiz, chunki qaranglar, bizani tangamiz, e'tibor beringlar. Bizani tangamiz hozir abmen qani? Mana abmenga kiramiz. 1282 tangamiz bor. Bizani tangamiz 1282. Agar biza 300 ta tanga yig'ib bilsak, biza yana bitta Bugatti olib olamiz. Ko'ryapsizmi bolalar? Qanday bo'lishi mumkin? Xo'p, u uchun biza yana Bugatti ochamiz. Qani? Ochib ko'ramiz. Qanaqa omadimiz ekan. Xo'p. Bitta Bugatti 40 100 ga ochamiz. Qani? Bu omadmi yoki zararmi? Kuchayibdi. Xo'p. Yana bitta 60 100 ga ochamiz. Yo'q, kuchaymadi. Endi propuskni o'chirib qo'yamizda 5 propusk ochamiz bolalar. Qani? Yo'q, bermadi. Mayli, nicho bolalar, nicho. Yana bitta ochib ko'ramiz bolalar. Ketdik. Qanima tushdik? Ikkinchi darajaga chiqdik. 180 100 ga ochamiz. Qani ketdik. Bu omad. Yo'q, omad emas bolalar. Xo'p, yana bitta ochib ko'ramiz. Mayli bo'ldi. Sizlar uchun. Bu safar tushadi, chunki 3-darajada turibdi. Bitta ochsam o'tadi bu. 3-levelga o'tib. To'rga chiqib ketdim bolalar, to'rga chiqib ketdim. Xo'p, 1100 dan ochib ko'raman. Sizlar uchun ketdik. Qani bu? Zarar. Nicho. Bizga tanga kerak. Yana bitta ochib ko'raman. Tushmadi. Mayli, nicho bolalar. Yana bitta ochib ko'raman sizlar uchun. Voy. 6-darajagacha chiqdim. Shoshmanglar. Qani bitta ko'rayman. Voy bolalar, qaranglar. Qaranglar. Abmenga kiramiz bolalar. Abmenga kirib biza yana bitta Bugattilik bo'ldik bolalar. Ko'ryapsizlar, biz yana bitta Bugattilik bo'ldik. Yomon-a bolalar? Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Endi xo'p, bolalar qaranglar. Hozir bizning yuzimiz 12216 turibdi bolalar. 12216. Endi qaranglar. Hozir men 5800 yuzidan bitta ochsam tushmasa agar, ikkinchisini ochsam tushmasa agar, uchinchisiga 100 yetmaydi. Men yana keyin 100 tushirib, 3-darajagacha yana bitta jeton tushirib ko'raman. Endi qaranglar. 5800 yuzini ochaman. Qarab turinglar, hozir bitta ochamiz. Qani bizga beradimi yoki yo'q? Ketdik bolalar. Qani beradimi yo'q? Yo'q. Agar ikkinchisiga ham bermasa, uchinchisiga biz 100 olamiz. Qani yana bitta bolalar ketdik. Yo'q. Qani endi bizga hozir tushmadi. Bizga endi yana qancha 100 olamiz? 5200 UC biz hozir akkauntimizga tashlaymiz. 5200 UC shu yerda bo'lib turinglar, hozir tashlab olamiz biz. Tak, bolalar, UC'miz tushdi. Ko'rishinglar mumkin, balansimda yana 5900 UC bor. Bu 6000 UC почти. Давайте endi Bugatti ochamiz bolalar. Ketdik Bugatti yana. Qani go. Bugatti ochamiz. Xo'p. Bu yerda bizda 6-darajada turibdi. 5750 UC'ga, 5750 UC'ga men yana bitta ochaman. Ko'ramiz bu. Qani. Voy. Jinni bo'lib qolish mumkin. Bolalar 2x berdi. Men bugun o'ziga 25000 UC bilan 4 ta jeton tushirdim. 25000 UC bilan 4 ta jeton. Bunaqasi bo'lganmi? Yo'q. Bolalar, ishoninglar, ichim yonyapti bor-ku. 25000 UC ga 4 ta Bugatti jetoni. Qanday tushunish mumkin buni? Bolalar, qanday jinni bo'lib qolyapman bu-ku? 4 ta Bugatti jetoni
25 ming, даже 25 minggacha ham bormadi. 18 ming bo'lsa 5 qo'ysanglar 23 ming yusiga 4 ta Bugatti jetoni borlar. Bunaqa omad endi men bilmayman. Xo'p, hozirgi yusini men Bulldropdan olganim yo'q. Buni o'zimni yusi servisimdan oldim. Bolalar, postoyanno e'tibor beraman, yusi servisim lichkasiga qarayman. Ko'p bolalar bizdan yusi olib, ko'p narsalar tushirib, xursand bo'lib bizga screenshot qilib tashlaydi. Okay, sizdan yusi oldik, shunaqa narsa tushdi 60 yusiga yoki 120 yusiga shunaqa narsa tushdi. Ishonmagandim. Endi o'zim hozir ishonyapman. Bitta ochganimga 2x berib 7-darajaga chiqarib menga yana 2 ta jeton beryapti. Общий meni jetonim 4 ta bolalar. Endi qaranglar, men nima demoqchiman? Yusi olmoqchi bo'lsanglar, описаниеga qoldiraman silkani, bemalol kirib, soat 8 ertalabdan 12 kechqurungacha yusi olib o'rasizlar. Men hozir 3 minutning ichida menga yusi tashib berdi. Men prosta pauza qilib, sizlarga vaqtlarni cho'zmaslik uchun, kutmasliklaringiz uchun mana shu qilaman. Endi qaranglar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Aytganimdek, Bulldropni ham silkasini, o'sha havolasini qoldiraman. O'zimni Telegram kanalimda havolasini qoldiraman. Telegram kanalimda bolalar 7200 yusilik konkurs bo'lyapti. Bemalol o'tasizlar bolalar. Kirasizlar, konkursga qatnashasizlar, yusi yutasizlar. Yusi olmoqchi bo'lsanglar, yusi servisi silkasini, o'sha havolasini qoldiraman. Bulldrop o'ynamoqchi bo'lsanglar ham uni havolasini qoldiraman. Eslatib o'taman, Bulldropdagi promokodim Suita VIP bolalar. Like, obuna, bolalar bitta chiroyli kommentariy sizlardan kutaman. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar bolalar. 4 ta jetonli bo'ldik. Goodbye.